إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda halolning karomati degan mavzuda to'xtalamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Iymon etganlar, biz rizq qilib bergan halol narsalardan yanglar. Agar Allohning ibodat qilmoqchi bo'lsanglar, uningga shukr qilinglar. Halol Alloh taolo qilishga, yeyishga, ichishga ruxsat qilgan narsa deganlikdir. Mayli yemek içmek olsun, gap so'z olsun, ish faoliyati olsun, Alloh taolo ruxsat qilgan narsa haloldir. Endi halol bizning musulmonning hayotida intayin muhim o'rin tutadi. Amal ibodatlarning qabul bo'lishi, duolarning ijobat bo'lishi shu halol yeyishga qarashliq. Halol yemagan odamning ibodatlarining qabul bo'lishida shak bor, duolarning ijobat bo'lmasligi nihoyatda aniq. Bu haqda kelgan hadislar intayin ko'p. Endi muhojiratdagi musulmon, ya'ni Uyg'ur qarindoshlarningki vatan uchun qila oladigan va hozirgi sharoitda qilishga tegishli hamma odam qila oladigan eng muhim, eng katta bir xizmat balalarni Allohni suydigan, vatanni suydigan yaramli qilib yetiştirish. Endi balalarni ashundoq yaramli qilib yetiştirish uchun balalarni aqli, jismoniy va axloqiy jihatdan mukammal qilib tarbiyalash kerak. Endi balalarningki aqliy jihatdan mukammal bo'lishi bütün hamma axloq va jismoniy hamma tarafni besib tushidi. Chunki aqli joyida bo'lgan, aqli o'tkir bo'lgan, aqli jihatdan sog'lom bo'lgan bolalar hamma o'tkirlardan o'talaydi. Endi balalarni aqli jihatdan sog'lom qilib yetiştirish uchun halol haromga intayin diqqat qilish kerak. Birinchi hozirgi vaqtda balalarga Alloh taolo harom qilgan narsalarni yegizmaslik, kiygizmaslik, ichgizmaslik. Ikkinchi paskina narsalarni yegizmaslik, ya'ni 3 narsa bilan bo'ladi bu. Birincisi halal narsani yegizmaslik, ikinci paskina narsani yegizmaslik, üçüncü ziyonli narsani yegizmaslik. Mesela chips deymiz, Coca-Cola deymiz, o deymiz, bu deymiz. Yani gerçi bu narsalar haram bo'lmasa mı ziyonli endi. Şuna imkon qadar tamoqni uydan yeyish, restoranlardan mumkin qadar yemaslik. Chunki restoranlarning tamoqlari pokizmi? Pokiza. Yaxshimi? Yaxshi. Sifatlikmi? Sifatlik. Ammo ular organik emas. Mesela normalda odatda bir to'xu chuyja 45 kunda to'xu bo'ladi ve 50 kundan eshib ketsa bu o'zining zahari bilan o'ladi. Shunga 45 kundan keyin uni o'ltirish kerak, o'ltirdi. Boshqa go'shtlarning mesela yem-xashaklarga kimiyalik samartadigan narsalarni tez o'stiradigan narsalarni qo'shiladi. Masalan, odatdagi unning nimasini, kipikini elib etib, oppoq qilib yegandan keyin biz bir zaharni yegan bo'lamiz. Shunga mutaxassislar deydi, 3 zahardan qochish kerak deydi. 3 oq zahardan. Biri oq un, oq shakar ve oq tuz masalan. Shunga o'xshash hamda balalarni halol doirasida yetishtirib, ularni aqlini sog'lom, yaramli qilib yetishtirish uchun hamma tarafga diqqat qilish kerak. Nihoyatda bek ahamiyat berish kerak. Chunki axloqiy, aqliy jihatdan sog'lom bo'lishi balalarning halol yeyishiga bog'liq. Bu haqda nihoyatda jiq izlanishlar bor. Masalan, O'zbekistonlik ayol yozuvchi Tursunay Sodiqovaningki Farzand tarbiyasi nomli kitobida mundaq deydi. Bir shaharda, bir mahallaning nihoyatda taqvodor, shunda yaxshi bir ahli ilmi kishisi bor ekan. Bu kişiden hamma odam yaxshilik kutadi ekan. Yani bu kishining yurish turishi shu yaxshilik ustida. Bir kuni bu kishining bolasi bir juvoldiruzni akilib
bir meşçinin meşçi yani meş yasab etib qilayotgan odamning meshni teshib etib ketibdi-da. Bir qancha meshni teshib etib ketibdi. Ketgandan keyin bu meshchi shu kishining yaxshi kishining uyiga berib shikoyat qilibdi. Sizning bolangiz bu shunday qildi degandan keyin bu odam xafa bo'lmang, men to'lab beradiganni to'lab beray deb to'lab berib, uning kirib onasiga, bolaning onasiga aytganda, biz nada xato qildik? Biz shunday yaxshi yetishtirdik bolamizni, shunday yaxshi tarbiyaladik, o'zimizmi harom luqma yugizmadik bu bolaga, bunda tarbiyaladik. Endi qanday bo'ldi? Bir yerda bir chatoq bor. Esingizda bormi degandan ayol, voy xo'jam, siz nima akib bersangiz biz shuni yedik. Haloldan akeldingizmi, haromdan akeldingizmi, siz ishlab akeldingiz, biz shuni yegizdik, siz o'zingizni tekshiring deyotgan. Ma'qul deb shuning bilan bu tafakkur qilib uxlab qolgan, uxlab qolib u odamning aqliga hech qanday bir qatim bir harom yegan bekimning haqqini yeb solgan yoki shariatda buyurilmagan bir ishni qilgan esi kelmaydigan. Shunga ayoli turib bir ish esim kelib qoldi deyotgan. Bu qaysi ish desa, men shu bolamizga ig'royoq vaqtimda qo'shnimiz meni mehmon uzatib berish uchun uyga chaqirgandi. Mehmon uzatish jarayonida o'tirsa bu aplisini tizib qopdi, portugalni. Sizikda attım şu çağda portakalını qattiq bir yugum geldi, lekin o qo'shni endi yang demaganlik uchun yeyolmadim. Shunga mehmonni uzatish uchun u chiqib ketibdi. Yog'liqimga tangan bir yingini elib, portakalni teshib, ashundan bir yutum ichib olgandim. Keyin buning uyning egisigimi uni deb qo'ymagandim degandan keyin o kishi deydigan, ha, endi bildim shu vaqtdagi sizningki bir yingna hozir bolangizning qulda juvaldiruz bo'libdi deb shunday deydiganda, bu shu kitobda shunday deb yozilgandi. İmam-ül Harmayn deb atilgan İmam Juvayni degan kishi bor tarixda. Endi nati katta notiq, katta olim endi. Bu kishi so'zlab ketib berib to'xtab qoldi ekan. Ba'zi tili kelmayotgan, tili midirlamayotgan bir shunday bir kesil bor ekan. Buni so'zlab kelib bu kishi men mushuning sababini aşı anam bir hikoyani deb bergan, aşı ishga bog'layman, aşı ish sabablik deyman degan. U qanday ekan desa, bu İmam Juvaynining bir ahli ilmi olim kishining bolasi ekan. U oilasida ulama halol haromga intayin diqqat qildi ekan. Hatto u dadasi deyotgan ayoliga balımızda hech qanday bir ayol imitib salmasin, qattiq diqqat qiling deyotgan. Burungi zamonlarda endi bola bunda yig'lab xafa qilsa, onasi kelib bo'lamasa, qo'shnisi kelib endi past olsin deb imitib qo'ygan gap ekan. Bu odatdagi ish ekan endi u. Shuning bilan bir kuni shunda diqqat qilib tursa, bir qo'shnisi bu bolasini imitib sepdi-da, yig'lab ketdi-da. Imitgandan keyin bu ayol achchiqlatgan, bu mening erim degandi, boshqa bekimga hargiz imitmagan degandi, bu siz imitib soldingiz, mendan so'may imitibsiz degandan bolangiz yig'lab ketibdi, ichim og'rib imitibdimi deyotgan. Shunga shu hikoyani deb bergan, keyin cho'ng bo'lganda u İmam Juvayniga deb berdi-da. Keyin shu kishi mushu tilimning mishadi bunda nutq so'zlab turib, bunda tutilib qolib, bunda qilishini shu chog'dagi shu ayolninki namal, ya'ni haloldimi, haromdimi, uningki yegan narsa shuningki sababiga bog'layman degan. Chunki hamma narsa, masalan, bir mashina biz minayotgan mashinada masala chiqsa, biz mashinaning cho'qim bir yerda bir masala borligidan buziladi mashina, shunami? İnson badanimi bir yerda bir g'ayri normal ahvol bo'lganlikdan inson kasal bo'ldi masalan. Shu harom halol masalasida halol doirasida bo'lsang hech qanday chatoq chiqmaydi. Ammo bir yerda bir ish xato ketib qoldi, uning soruni cho'qim chiqadi. Haromni yeb oldim degan bilan, kishi ko'midi degan bilan, ammo bir yerda cho'qim shuning çatıqı çıkıdı. Onun çatıqı çoğum çıkıdı. Şuna bunda işqi nati bek diqqat qilish kerak ekan. Endi birinchi bolalarniki aqlni bulg'atydi. İkinciden bu haram degan narsa duanın ijobat bo'lmasligiga sabab bo'lib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni nati bek diqqat qiladi-da. Bir kuni qusqi nati och kirsa, yataqda o nimada bir dani bir xoma turadi ekan. Endi xomini ala yey deb og'izga sag'ilib qop, bu xoma amdaligi sadiqi qo'mi bo'lib qolsa, bizga halol bo'lmaydi deb. Chunki payg'ambar oilasiga hadiya durust bo'ldi, sadaqa durust bo'lmaydi. Hozirgacha Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oilasi shuning sulolasiga, shuning avlodlariga sadaqa durust bo'lmaydi, sadaqa zakat durust bo'lmaydi. Şunu yemagan. Bir kuni İmam Hüseyin nevrisi sadaqa uchun bir kishilarga taqib berish uchun akagan bir xomidan
elib birini yepsaldı, yepsalganda ağzını elvatdı. Bizge bu halal emas oğlum yemeğin dep elvatdı. Şunçalik bek diqqat qilgan gap. Ayında diqqat qilib ketdigan hamda. Bir kuni bu Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelib, "Ey Rasulullah, bana bir dua qilgan bolsa, mening shu duoyim ijobat bo'lgan kishi bo'lgan bo'lsam" deydi. Rasulullah shu chaqda uningga duo qilmay deydi. "Atyab mat'amak takun mustajab dua." Sen yemek içmekini halaldan qilgin, duoying ijobat bo'lgan odam bo'lasan sen deydi. Bu yerda Rasulullah sallallohu alayhi vasallam şu bir prinsipni, İslamның prinsiplerinden halal yeyishning amal ibadetinin qabul bo'lishi, duoning qabul bo'lishi uchun turtki bo'lganligini, shuning shart ekanligini bildirish uchun buni Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu shunda deb o'rgatgan. Bo'lmasa odatda duo qilsa qiladi. Masalan, Ibn Abbas radhiyallohu anhuga Allohumma allimhu ta'vil va faqihhu fid din deb duo qilgan masalan. Buni tafsir ilmini o'rgatgan va dinda olim qilgan deb duo qilgan. Lekin Abu Waqqas radhiyallohu anhuga kelganda duo qilmay, sen yemak haloldan yegin, duoing ijobat bo'ldi degan. Shuni anglagandan keyin Abu Waqqas radhiyallohu anhu nayt bak titizlik bilan intayin halollarga qattiq diqqat qildigan shunda bo'ldi ekan. Şu Rasulullah vafot bo'lgandan keyin ikkinchi xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot bo'lgandan keyin birinchi xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot bo'lgandan keyin ikkinchi xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning davrida Abu Waqqas radhiyallohu anhuni Iroqning Kufa shahriga vali qilib avatdi ekanda. Vali qilib avatgandan keyin shunda valilik qilyotdi. Lekin shu yerdagi xalqlarning shikoyat keldi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning radhiyallohu anhuga Abu Waqqasning ustidan shikoyat qildi. Shikoyat kelgandan keyin buni bir tekshirib boqayli deb maxsus guruh avatdi Madinadan Kufaga. Sa'd ibn Abu Waqqas haqida kishilarniki ra'yini, bahosini anglab kelinglar deb avatgandan keyin u masjidlarga, insonlar masjidlarga to'plashgandan keyin hamda masjidlarga berib shuni Abu Waqqas Sa'd ibn Abu Waqqas haqida nima deysizlar deb ayda so'raydi hamda. So'ngan keyin nurg'un masjidlarda bu nihoyat yaxshi kishi, taqvodor kishi, bizga haqiqatan yaxshi amir bo'lib nima qilyotdi, musulmonlarning ishlarini yaxshi qilyotdi deydigan bir masjidga borganda so'sa jamoatning ichidan bir odam o'rnidan bu Sa'd ibn Abu Waqqas o'zi jihoddan qochadigan, taqsimotni adolat bilan qilmaydigan, kishilarga zulm qiladigan, haq bilan hukm qilmaydigan mushundoq odam degan. Degandan keyin shu yerda Abu Waqqas radhiyallohu anhu boshi chaqda. Rost shunda deyatamsa degan odam ha shunda deyapman degan aşağı turib duo qo'lini ko'tarib Sa'd ibn Abu Waqqas, "Ey Alloh, agar mushu odam mushu yolg'ondan mushunda da'vo qilib, mening ustimda shikoyat qilib, o'zining so'zmanligini bildirish uchun shunday qilgan bo'lsa, bu odamni bak fiqir qilayotgan, yo'qsul qilayotgan, umrini uzun qilayotgan, xor qilayotgan" deb duo qilganda. Shundan keyin yıllar ötüdü hem de yıllar ötüp açıp bir zamanlarda bu adam hem de intayin fakir hem de ayrılıp yoksul şundan. Aşı qerib aqldimi ezip yolda ötkenlerge çaq-çaq qılıdığan, aşındaq üzünün itibarını saklamaydıgan, aşındaq qerilikten kipikleri küzünü tusub olgan derecede şunda xarınıp aynab ketgan. O hamisha men Sa'd ibn Waqqasning duosiga ketib qoldim deb aytdi ekan. Mushunga o'xshash bu islom tarixida mushunga o'xshash voqealiklar intayin ko'p. Chunki Alloh taolo zulmga uchragan kishining duosini cho'qim anglaydi. Albatta nayda tiz ijobat qildi. Bu dunyoda eng tiz ijobat bo'ladigan duo biri ota-onaning balasiga qilgan duosi, biri mayli yaxshilik qilsin yoki yomonlik qilsin, yoki duo qilsin yoki beddua qilsin ota-ona. Darhol shu dunyoda u tigidamda biri zulmga uchragan kishi, mayli u musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, har qanday bir odam zulmga uchragan kishiningki duosini Alloh taolo oxiratga qo'ymaydi. Shu dunyoda zolimdan uning intiqomini berdi. Bu odamda bu voqealikda Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhuninki duosining ijobat bo'lganligi, halol yeganligining natijasini uning duosining ijobat bo'lganligi chiqadimdi. Alloh taolo hammamizni halol doirasida ish qiladigan va halol yeydigan, haloldan ichadigan va haloldan kiyinadigan, haromdan yiroq turadigan kishilardan qilg'ay. Hurmatli ko'rman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Davomini anlatgan qadar har biringlardan ruxsat so'rayman. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.